Yo, WhatsApp. Bugun man sizlarga CapCut приложениесida Pro effektlarni tekinga eksport qilishni o'rgataman. Agar videomiz foydali bo'ladigan bo'lsa, обязательно videoga like bosib, kanalimizga o'z hissangizni qo'shish maqsadida obuna bo'lib qo'ying. Birinchi bo'lib, CapCutda o'zlaringni videolaringni qo'sha olasizlar va bu yerda hamma Pro effektlardan qo'shib chiqamiz. Men hammasini qo'shib chiqaman. Motion blur, camera tracking, AV movement hammasini qo'shib chiqamiz. Va hammasini qo'shib bo'lganimizdan so'ng, endi esa effects bo'limidan ham, bu yerdan ham ozgina pro effektlardan qo'shamiz. Men hozircha bitta donasini qo'shaman. Hop, mana ko'rib turishingiz mumkin. Bu ham pro effekt va endi esa buni sal cho'zamiz endi qiziqarliroq bo'lishi uchun. Tak. Am, va endi esa sizlar hamma effektlarni qo'shib bo'lgandan keyin bu kliplarni tanlaysizlar. Ya'ni bu effekt bilan bu klipni tanlaysizlar va bu yerdan o'ng tugmani bosib create components clip degan joy bor. Shuni bosganlaringdan so'ng bu yerdan motion blur degan pro effektga tushasizlar videoni ustiga bosib. Keyin blurni bir qilasizlar va endi esa applied bo'ladi va endi CD-skdan pulsovатель yoki usersga kirasizlar va bu yerdan Windows on va endi esa bu yerdan app data va bu yerdan localdan keyin CapCut mana va yuzaritadi va bu yerdan endi cache'ga kiramiz. Hop, cache mana va bu yerdan endi motion blur cache degan faylni topib olamiz. Hop, mana. Tak, endi ko'rishingiz mumkin bizani boyagi klip da hamma pro fayllar hammasi ishlangan klipimiz mana ko'rishingiz mumkin. Hammasi tayyor, hammasi tekinga bo'ldi va